Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zbekiston jamiyatida shunday savol tug'iladi. Ijtimoiy ishchi degani qanday kasb o'zi? Kimdir bu kasbni faqat hujjat to'ldiradigan odam deb o'ylaydi. Yana kimdir xayriya bilan adashtiradi. Aslida esa ijtimoiy ishchi jamiyatdagi eng og'ir muammolarni yuzma-yuz hal qilishga urinadigan kasb egasidir. Endi tasavvur qiling, yolg'iz qolgan keksa, muammoli oilada ulg'ayayotgan farzand yoki qiyinchilikka tushib qolgan oila. Ularning hayotida kim yordam beradi deb o'ylaysiz? Ana shu vaziyatda sahnaga ijtimoiy ishchi kirib keladi. Ijtimoiy ishchi bu faqat yordam beruvchi emas, u insonning hayotiga kirib boruvchi, jamiyatga yo'naltiruvchi mutaxassisdir. Bugun men sizlarga bu kasbning jamiyatdagi o'rni va qanday qilib tarix davomida shakllanganini qisqacha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Ijtimoiy ishchi bu qog'oz bilan emas, odamlar bilan ishlaydigan kasbdir. Masalan, bir oila bor. Ota ishsiz, ona kasal, bolalar maktabga borayapti, lekin sharoit og'ir. Ijtimoiy ishchi bu oilani topadi, holatini o'rganadi va qayerdan qanday yordam olish mumkinligini ko'rsatadi. Yoki yolg'iz keksa inson bor, qarovchisi yo'q. Ijtimoiy ishchi unga parvarish, nafaqa va tibbiy yordam masalalarida ko'maklashadi. Demak, ijtimoiy ishchi bu muammoni ko'ra oladigan, his qila oladigan va yechim topishga harakat qiladigan kasb egasidir. O'zbekistonda bu kasb ayniqsa muhimdir. Chunki bizda oilaviy qadriyatlar juda kuchli, lekin har doim ham oila muammoni yolg'iz hal qila olmaydi. Ana shunda ijtimoiy ishchi davlat, jamiyat va inson o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Endi esa tarixga nazar tashlaymiz. Ijtimoiy ish tasodifan chiqmadi. U tarixiy jarayon natijasida yuzaga keldi. Qadimda yordam xayriya va ehson shaklida bo'lgan. Boylar kambag'allarga yordam bergan, diniy tashkilotlar yetimlar va yolg'iz keksalarga g'amxo'rlik qilgan. Ammo bu yordam tizimli emas edi. Jamiyat rivojlangani sari muammolar ko'paydi va professional yondashuv zarur bo'ldi. Hayotiy misol qilib oladigan bo'lsak, 19-asrda shaharlarda sanoatlashuv boshlangan. Bolalar fabrikalarda ishlaydi, oilalar qashshoqlikka duch keladi. Shu paytda kim yordam beradi? Ana shunda ijtimoiy ish kasb sifatida shakllana boshladi. Ijtimoiy ishning asoschilari o'z zamonasida haqiqiy inqilobchilar bo'lgan. Jen Adams va Mary Richmond. Jen Adams AQShda Hull House markazini tashkil etdi. Bu markaz muhojirlar, kambag'allar va ayollarga yordam berish, ularni jamiyatga moslashtirish bilan shug'ullangan. Mary Richmond esa ijtimoiy ishni ilmiy asosga qo'ydi va case work, individual yondashuv metodini ishlab chiqdi. Shunday qilib, ijtimoiy ish nafaqat xayriya, balki ilmiy, tizimli va professional kasbga aylandi. Biz O'zbekistonda ham shu g'oyalarni davom ettiryapmiz. Universitetlarda ijtimoiy ish ta'limi beriladi. Professional ijtimoiy ishchilar oilalarga, bolalarga, keksalarga va nogironlarga yordam beradi. Bugungi kunda ijtimoiy ishchi jamiyat barqarorligining muhim omilidir. U nafaqat yordam beradi, balki inson huquqlarini himoya qiladi, adolatni ta'minlaydi va jamiyatdagi muammolarni kamaytirishga hissa qo'shadi. Masalan, ijtimoiy ishchi oilaga nafaqa olishda yordam beradi, nogiron bolani maktabga yo'naltiradi, keksaga qarovchi topadi. Shu bilan birga ijtimoiy ishchilar davlat va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlaydi. Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy ishchi faqat kasb emas, balki jamiyatning eng muhim tayanchi va yo'lboshchisi, insonparvarlikning timsolidir. Bu kasb har bir insonning umidiga yo'l ochadi. Jamiyat bilan bog'laydi va kelajak avlod uchun barqarorlik yaratadi. Ana shunday aziz tinglovchilar, biz bu soha vakillari
ijtimoiy sohani chuqur o'rganib, o'z bilim, tafakkurlarimiz bilan bu sohani rivojlanishiga hissamizni qo'shishimiz mumkin. Har birimiz kichik yordam qilganimizda jamiyatimiz barqaror va insonparvar bo'ladi. Umid qilamanki, ushbu mavzu sizlarni ijtimoiy ishga qiziqtirdi va insonlarga yordam berish hissini uyg'otdi. E'tiboringiz uchun tashakkur.